Ilohomin, eng avvalo yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Har bir xonadonda yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. Farzandlarimiz ilmli, bilimli, o'qimishli bo'lsin. Ilovonda mana 35 yillik mustaqillik bayramimiz hammamizga muborak bo'lsin. Shu farzandlarning rohatini ko'raylik. Mana men nabiralarim bilan o'tiribman. Hali yana ikkitasi kiyinishyapti. Hozir bular bog'chaga borishadi. Ana Sarvara oyam eson-omon qutulib olsin. Mana bularim eson-omon bugun bog'chasiga borib, bugun 35 yillik bayramni mazza qilib nishonlashadi. Sizlarga sovg'alar berishadi. Voy ana asalar, qani omin qiling Muhammad Amin qo'lingizni ana. Ilovonda shu farzandlarning rohatini ko'raylik. Hammasi katta bo'lsin. Maryam xonim, Muhammad Aminim, Fatima Zahrolarim, egizaylarim, Sarvara oyim, ichkarida Abdullohjonim, Robiya xonim, umrijoniga, rizq ro'ziga Alloh ko'pchilikka baraka bersin. Ko'p qatorda meni ham nabiralarimga, bolajonlarimga Ilovonda rizq nasiba bersin, iymon, e'tiqodli bo'lib, ilmli, bilimli, o'qimishli bo'lib, mana shu vataniga xizmat qilsin demak, bayram muborak bo'lsin. Sog' omon bo'laylik. Yaxshi niyatlar ijobat bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Bayram muborak bo'lsin.